Hans Christian Andersen Ostendda 1805-yil 2-aprelda dunyoga kelgan. Uning oilasi juda kambag'al bo'lganligi sababli ular juda ko'p qiynalishadi. 1823-yilda Slagels maktabiga o'qishga kiradi. Undan keyin Helsingyorda ta'lim oladi. 1828-yilda esa Kopengagen universitetiga o'qishga kiradi. Andersen juda ko'p mamlakatlarni kezib chiqadi. Uning hayotiy shiorlaridan biri sayohat qilish yashashdir edi. Muallif chet elga 29 ta sayohat uyushtirgan va Daniyadan tashqarida 9 yildan ortiq yashagan. Fransiya, Shveysariya, Italiya, Gretsiya, Ispaniya singari joylarga sayohat qiladi. Andersen ertaklarida ko'pincha bosh qahramon shahzoda emas, malika ham emas, balki oddiy mehnatkash xalqdir. Ular o'zlarining samarali mehnati, aql-idroki, axloq-odoblari bilan kitobxon tahsiniga muvaffaq bo'ladilar. Uning qo'ng'iroqli girdob, kumush tanga, kolbasa sixidan sho'rva, go'ng qo'ng'iz va boshqa ertaklari fikrimizga yorqin misol bo'la oladi. Andersen 1875-yil 4-avgustda Kopengagen yaqinidagi Rolikhet uyida vafot etgan. Tirikchilik chog'ida qirol unga 1855-yil titulli davlat maslahatchisi unvonini berdi. Keyingi yili uning sharafiga uyushtirilgan katta bayram paytida Odensening faxriy fuqarosi deb nomlandi. U olgan boshqa faxriy unvonlarga 1846-yil